Bitta bismillahirrohmanirrohim. Setini so'roq qilib olaverasam, boshlayapsan. Assalomu alaykum qadrli bobo dehqonlar. Biz yana qaytaramiz. Bu Namangan viloyati Mingbuloq tumani Qolgandaryo qishlog'idamiz. Dehqon akamiz Bobur akam bilan akalari Yo'ldosh tog'am bu yil fevral oyida bizga 00 agregator usuli do'koniga urug'izlab bordi. Biz yangi kelgan Vonza F1 Vengriya urug'ini tavsiya qildik. Endi qolgan nimasini qisqacha qilib o'zingiz gapirsangiz. Urug'lari mana yaxshi, zo'r effekt berdi. Urug'lar Farg'ona viloyati Toshloq tumani 007 agregator usuli do'konidan olib kelingan. Bunga qo'shib vitamin ham berganmiz. 007 vitamindan aytilgan. 007 agregator usuli do'konidan vitaminlarni olib kelganmiz. Endi xulosangiz qanaqa? Dehqonlarga tavsiyangiz aytsangiz. Dehqonlarga tavsiya qilamiz. Biz o'zimiz mana yekib tajribamizdan o'tdi. Mana har bitta palakda eng kamida 10 kilolik, bo'lmasa 12 kilo, 15 kilolik tarvuzdan bitta ikkita bor-da, ikkita. Ikkitadan bor. 20 kiloliklar. 20 kiloliklar endi aytmasangiz 10 metrdan bitta emas, endi bor u. Har harakatda ham. 20 kiloliklar tarvuzlar bo'lgan. 18 kilolik tarvuzlar, demaklar. Tarvuzlarda gap yo'q. Urug'da tavsiya qilamiz. Urug'ni Vonza F1 urug'ini tavsiya qilamiz. O'zbekiston bo'ylab bizda bitta aybimiz bilan 75 kun 80 kunga bordi bu. Lekin o'zi asli 70 kunlik urug' ekan. 70 kunda pishadi deyishdi. 70 kunda pishadigan urug' hozirgi уже sal dimlanib ham uzishgan, 80 kunga borgan. Eng muhimi ikkitadan emas, 3 tadan 4 tadanni bemalol yetkazar ekan. To'g'rimi? Eng kami o'sha 4 ta sog'onniki 6 kilo 7 kilo bor-da. Ha. 6 kilo 7 kilo. Uni uzib haliga qilmaysiz. O'zi olib tashlash shart emas, yetkazdiradi. O'zi bo'laveradi buni. Buni bittadan ikkitadan qo'yishimiz shart emas. Yetkazdiryapti, 4 tadan ham yetkazdiryapti. Mana Bobur akam, Yo'ldosh tog'a endi dehqonlarimizga biz bilan hamkorlik qilganlarga bitta duo qilsangiz biz qaytamiz buni. Ilohim, men mana shu dehqonchiliklarimizni hamma dehqonlarga ham dehqonchiligiga Allohim baraka bersin. Amin. Tarvuzlarimiz mana shu xalqimizga to'kin sochinlik olib kelsin. Amin. Sizlarni ham ishlaringga rivoj tilaymiz. Mana biz sizlardan olib kelib urug'da kam bo'lganimiz yo'q. Xudo xolasa mana bizni sentnerlarimiz 100 sentnerlarda bersin. Allohim shuni ishlaymiz. Hammamizga ham Xudoyim baraka bersin. Ilohim bizdan hamkorlik qilganlar baraka topsin. Shu topganlari yaxshi kunlarga, to'ylarga, hasabalarga nasib qilsin. Hammalarini 007 agregator usuli do'konida kutamiz. Amin. Allohu akbar. Tarvuz sotilishini aytib qo'yinglar. Tarvuz sotiladi. Tarvuz sotiladi. Kimga kerak bo'lsa tavsiya qilib beraveramiz. Xohlasalaring 8 kilo shablonga qo'yib beramiz. Xohlasalaring 5 kiloga. Xohlasalaring 5 kiloligi yo'q, yana shablon qo'yib beramiz. Nomerni yozib, ha. Haliga Oybek aka. Hozir tarvuzini magazin. Ha, o'sha o'tani bosib nima qiladi?